Ailada manda malajır qilishni o'rganib sirtninkini hargiz yaratmaysiz. Bir ziqini bir qo'ydinab yeydigan malajır naqmishi shu. Sizlarning malda nech pul sotadi? Inkas rayoniga yezib beqinglar, birlikda ko'rib baqaylik. Avval chechak sayni pakiz yub tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha 10 tuz silib, yaxshilashtirib olgandan keyin 10 minut qo'yib qo'ysak, o'zligidan quruq qo'ng'azlari pak-pakiz chiqib ketadi. Undan keyin dufupini videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olgandan keyin ziq chiroyli o'tkazib olamiz. To'g'ri go'sht qilib qolsanglar, videoda ko'rsatgan bo'yicha nipis to'g'rab buningga tuz, ko'p azroq shuncha qo'yib tashkillashtirib ziq o'tkazib olsanglar, ta'mi texim payz bo'ldi. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsizlar qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Sinjang samsaq so'm piyozni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'ri olgandan keyin kava uchun silib etamiz. Meni ishlatganim ajab boshli xo'go materialining aralashmasi o'zinglarning yoqtirishi bo'yicha tanlab turib ziq o'tkazib olsanglar bo'ldi. Әмде qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, abiyatdan tayyorlab olgan sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, kavovichindan 20 tal, bajovdan 1 tal silib etamiz. Undan keyin xo'go tetitqisidan bir bolaq silib, videoda ko'rsatgan bo'yicha muvofiq miqdorda suv quyib olamiz. Undan keyin tuz ta'min tetib olgandan keyin 2 gram atrofidan nava silib tashkillashtirib etamiz. Undan keyin tayyorlab olgan ziqli xo'golarimizni silib, pishqandan keyin o'zimizning yoqtirish bo'yicha kunjut qiyamiga milab iste'mol qilsak bo'ldi. Kunjut qiyamini tangshigan vaqtimizda so'ng piyoz, oshkaki o'zinglarning yoqtirish bo'yicha muvofiq miqdorda tayyorlab olamiz. Undan keyin samsaqni ushshaq to'g'rab olamiz. Undan keyin shunchu ochiq suvlarni silib, tashkillashtirib olgandan keyin bir chimich atrofida xo'go sho'rpasini to'kib, malachirlarimizni ustiga milab yeydigan bo'lsak, ajoyib yeyishlik. O'rganib oldingizmi?